Aleyküm hurmatli vatandoshlar, o'ppozimiz aka-ukalarimiz. Nasiyati Namangan orqada qolib ketyapti, akalar Namangan orqada qolib ketyapti. Namangan viloyati Chus. Ha, Uchqo'rg'on, mana Uchqo'rg'on Namanganmi baribir hozir olganlar Namangan o sherigilar. Namangandan, sherigingiz bo'lmasa ham Namangan. Unisi Uchqo'rg'on ekan, sizlarki Chus aka, Uchqo'rg'on manida qolib ketadi. Abdurahmonov Rashjon akamga 2012-yilda ishlab chiqarilgan 60P993 A partiyalik ko'ryapsiz, nomerlari ham asosiy bilasan, Gap yo'q. Kraskasi ham yo'qligini aytuvdi, petnosi borligini ham aytib qo'ydi chiqib qolganini. O sapajo'larida adat bo'ladi bular. Yo'q, u sapajo'da gapiradigan emas, hamma joyda bor aytib deyilyapti aka. Zapaskasi yo'q. Ha, zapaskasi yo'q. $6500 dan umuman kam yo'q edi, $6200 ga akamga mashinani beryapman. Mashina akam ko'rmasdan bitta mashina olyapman. Bu jilbil olib ketdi. To'g'ri. Akamdan ham neyse olyapman, $2000 ga olyapman. Meni ham hech kim majbur qilmadi. Rozi rizochilik bilan olyapman. Siz ham rozi rizochilik bilan olyapsizmi aka? Hech kim majbur qilmadi. Hali uydan, xotindan, mashinadan degan omadni eshitganmiz. Shu mashinadan $5-10 million omadlar kelsin, yaxshi kunga halol. Alloh bor baraka, ana gap yo'q. Namangan orqada qolib ketyapti mana. Bo'lar ekan Namangandan ham, bo'lar ekan u. Sal mashina qilib uyg'onib tezlashaveraylik aka. Hammaga omad.